Assalomu alaykum. O'quv markazingiz bor. O'quv markaziga xodimlarni keldi-ketishini kontrol qilish uchun Face ID uskunasini o'rnatdingiz. Face ID uskunasida xodimlarni keldi-ketishi hisoboti yetarlicha boyitilmagan va ushbu hisobotdan biz boyitilgan hisobotlar chiqarishni quyidagicha usulda qildik. Azizlar, dasturdan biz shu shaklda hisobotni olardik. Bu yerda har bitta kelgan xodimimizni Face ID yonidan o'tib ketsa ham vaqtni yozib qo'yardi. Shunda bir kunda bitta xodim 5-6 marotaba vaqti yozilgan bo'lib qoladi. Buni ruchnoy qilib o'tirgan edi xodim. Keyin mendan so'radi: "Shahboz aka, Excel siz yaxshi bilasiz, shunga bitta yechim qilib bering." deganida men o'yladim. Birinchi o'ylaganim bu Max Yesli. Max Yesli bilan Min Yesli'ni kiritib qo'yaman, ish bitdi deb o'yladim. Lekin keyinchalik uni shtraflarini hisoblashi, qaysi xodim necha kun kelmadi, u kelmagan kunlari qaysi kunlar, chunki xodimlar ham esida bo'lmaydi-da, men kelganman deyish mumkin. O'shunda kamerani ochib yurmasdan sanalarni ko'rsatilinsa, bizning miyamiz sanani ko'rgandan keyin sekin orqaga qaytadi. Ha, bu kuni rostdan ham kelmagan eding deydi. Xo'p, shu shakldan avtomatizatsiya qilib Power Query yordamida hisobot qilindi. Hisobot Google Sheet'da administrator tomonidan qaysi xodim nechida kelishi kerak va xodimlar uchun kichkina shtraf va katta shtraf bor. Shu ikkala shtrafni ham o'zgaruvchan ularni yozib boriladi. Uni afsuski ko'rsata olmaymiz. Va bu Power Query dasturimiz Google Sheet'ga ulanib, xodimlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarni tortib keladi. Sozlamalar listida bizga kerakli ma'lumotni o'zimiz tanlaymiz. Misol uchun mana davr 1-avgustdan 31-avgustgacha qilib danliga kirib обновить bossak, bizga davomat tablitsasi paydo bo'ladi. Va davomat tablitsasida, jadvalida har bitta xodimni shu oy davomida qaysi kuni soat nechida kelib, nechida ketgani bor. Bu hozir testoviy variant bo'lganligi uchun mana bu xodimimiz kelibli ketib yoribdi. Mana shunaqa holatlar bor, bunga ahamiyat bermanglar, lekin mana ayrimga holatda to'laqonlik jarayonni ko'rsatib boryapti. Bu bitta jadval. Bunda bitta xodimda to'liq holati ko'rinadi va bu o'zimiz uchun hisobot uchun kerak. Keyingisi kelgan va kelmagan, ya'ni xodim necha kun kelmagan va qaysi kunlari edi bu. Misol uchun Mamatqulov Abdurahim 28-avgustda kelmagan ekan bir kun. Mansur Tursunov 25 kun kelmagan. Bu Face ID'da bu xodimimiz o'zini belgilamaganligi uchun bizda kelmagan deb turibdi. Qaytarib o'taman, testoviy variantda ishlaganligimiz uchun. Qaysi kunlari bular hammasi avtomat hisob-kitob bo'ladi. Hech qanaqa formula yo'q bu yerda. Hammasi Power Query orqali ishlatilingan. Keyingi jadvalimiz bu shtraf hisoboti. Nima deydi? Xodim bo'yicha qaysi kuni nechida kelgan, unga qanaqa shtraf qilingan va jami shtraflari qanaqa. Bu yerda oylik yo'q, chunki oylik alohida hisob-kitob bo'linadi. Hisob-kitob bo'ladi. Endi bu butun boshli hamma xodimlar bo'yicha. Bizga qaysidir bitta xodim kerak bo'lsa nima qilamiz? Biz shu xodimni bu yerga poisk beramiz. Ya'ni выпадающий spisk o'zi bor. Bu yerda xodimlar ko'paygan sari qiyin bo'ladi tanlash. Shuning uchun bu yerga ismini yozamiz yoki familiyasini yozamiz. Yozganimizda kerakli xodimni tanlab danlikni обновить qilsak, o'sha xodim bo'yicha bizda ma'lumotlar bo'ladi. Mana faqatgina o'sha xodim bo'yicha. Boshqa xodim yo'q. Hamma hisob-kitoblar faqat o'sha xodim bo'yicha bo'ladi. Azizlar, aslida buni YouTube ga qo'yish maqsadim yo'q edi. Atrofimdagilar bu ishni ko'rib, anchagina vaqtini tejab berganligim uchun maslahat berishdi va men bu maslahatga
rozi bo'lib qo'yishni niyat qildim va qo'yyapman. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bizda sizlarga yechim bor. Shunga o'xshash holat bo'lsa ham, Power Query'da bironta yechim kerak bo'lsa, biz xizmatinglarga tayyormiz.